Assalomu alaykum obunachilar. Mana shunaqa qora sifatli bramalardan, Svetli brama va ko'hlik zotli bramalardan bittadan oylab sotuvda mavjud. bu sifatlariga bitta e'tibor berasizlar, ranglarining yaltirashiga. Bunaqa sifatli narsalar oxirgi paytlarda qora brama zotida juda ham kamayib ketgan. Bo'lmasa, kimda shunaqa qiziqish bo'lsa, olib ko'paytirsalaringiz bo'ladi. Sifatli ko'hmani ajratishning bir siri dumlari momiq patli bo'lib chiqadi. Qora bramalarimizdan bittasi kurkan bo'lgan, shu kurk holatda ham sotiladi. Eslatib o'tamiz, bu parandalarimiz bitta oyla qilib sotiladi. Narxga keladigan bo'lsak, sizlar kutmagan umuman boshqana. 450 ming so'mdan. Faqatgina Buxoro Chicken va Abduqodir bramachi profillariga obuna bo'lgan bo'lsalaringiz, sizlar kutmagan skidkalarda yana narxlarni qilib berib bilamiz.